Assalomu alaykum aka-ukalar, hurmatli tomoshabinlar. Mana Qashqadaryo Qarshi Yerqo'rg'on bozoriga bugungi narxlarni video obzor qilib o'tamiz 15-may sanasi bilan. Hurmatli tomoshabinlar, like ayamaylar, obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Mana ketdi biz. Bismillah. Mevalar narxlari bugungi narxlar bilan tanishtirib o'taman hammalarini. Apelsinlar qanchadi? 12 ming so'mdan, ha? Kiribsan olmalarchi? 13 ming so'mdan. Bu olmalar qanchadan? Sariq olmalar. 23 ming so'mdan, ha? Mandarinlar qanchadan? 10 ming so'mdan, ha? Mana aksiya bo'lib qoldi mandarinlar. Hurmatli tomoshabinlar, saltanat olmalarchi? 17 ming tushadi. 17 mingdan. Bu olmalar qanchadan? Bular 27 mingdan. Giloslar sizdanmi? Qanchadi? 30 ming. 30 ming so'm giloslar narxi. Qulupnaychi? 20 ming. 20 ming so'm qulupnaylar mana aka. Yolg'on emasmi? Realmi? Real gap. O'zi ozgina bitta qolibdi. Kelaverasiz Yerqo'rg'on bozori. Bu mandarinlar qanchadan? 24 ming tushadi. Bular 24 mingdan, ha bular. Bular ham shunaqa. Bunoklarchi? 12 ming tushadi. 12 mingdan kiloga. Banan ham bor ekan. Banan aksiya bo'lgan bugun. Yo'q, qanchadan? 18 mingdan boyagi sulton degan zo'ridan, ha bu. Zo'ridan kelaverasizlar. Erondagi qancha? 14 ming. 14 ming so'm mana aka-ukalar. Kelaverasizlar tomoshabinlar. Bunoklar qanchadan? Bu ham 14 mingdan, ha? Bu hozir Eronmi, ha bu? Shunaqa mana kelaverasizlar Yerqo'rg'on bozori. Xaridinlikka ham bosib tayyorlashgan mana. Keling qani ko'rsataylik. Xalqqa assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qaysini ochamiz? 4 ta, 5 ta anoviga. Xaridinlik. Mana. Muzday bo'lyapti, kirsalar axlab qolasizlar. Mana sveji joyidan hozir tezroq video qilib chiqmasam yaxlayman mana aka. Kelaverasizlar mana. Apelsinlar, olmalar qanchadan bo'lyapti? 25. 25 mingdan mana mandarinlar. Sveji joyidan kelaverasizlar Yerqo'rg'on bozorini oxirgi darvozadan, orqa darvozadan kirib kelasizlar. O'ng qo'lga mana aka, tanib qo'yinglar. Bananni ham ko'rsatamiz. Mana aka. Bu kameraga banan bosilgan, sveji joyidan optimga mana bananlar kelaverasizlar. Qanchadan siz optimga? 400 ming. 400 ming so'm, ha bananlar mana. Zo'r turibdi, ko'p turibdi. Super. Kiloga 18 mingdan tushadi kiloga. Kelaverasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Aka-ukalar, bugun 15-may sanasi bilan mana pomidor bodring narxlari. Aka qancha bo'lib qoldi? 7,5 ming bo'lib qolibdi mana. Kelaverasizlar. Qashqadaryo Qarshi Yerqo'rg'on bozori mana. Xalq bo'lsin, xalq. Xalqqa arzon, yengil, ha aka. Mana kelaverasizlar. Zo'r, to'g'risi. Charchamang aka. Aka qanchadi? 8 mingga 8,5 ming, ha. Pomidorlar mana kelaverasizlar. Bodring qanchadi? Oldi ya. Biz olmish nechi puldan kilosi? Olmuş 5 bo'lsa 55 bo'ladi. 5500 dan. 5500 dan, arzon. Sal kamroq ekan mana. Pomidorlar qancha ekan? 7,5 ming deyman. 7,5 mingdan, ha. Mana o'zi bugungi narx shunaqa bo'lib qolibdi. Kelaverasizlar. Hormay aka. Assalomu alaykum. Qancha bo'lyapti? 6 ming. 6 ming orzu bodring, ha. Aka, assalomu alaykum. Qancha bo'lyapti orzu bodring? 7 ming so'm, ha. Pomidorlaringiz qancha? 5 ming so'mdan, ha. Kelaverasizlar Yerqo'rg'on bozori. Xalqcha yengildi, ha aka. Rozi qancha? Rozi 8 ming. 8 ming so'm, ha. Bularichi? 8 ming. Bular ham 8 ming. Orzu bodring qancha? 6,5 ming so'm mana. Kelaverasizlar Yerqo'rg'on bozori. Assalomu alaykum. Qancha bo'ladi narxlar? Qizil 3 ming so'm, sariq 2800 so'm mana. Eski sabzilar mana. Kelaverasiz, sveji, xolodilnikka turgan, ha aka? Sveji haqdagi turibdi, Yerqo'rg'on bozoriga kelaverasiz. Sizga qancha bo'lyapti aka sabzi? Qancha sotyapsiz aka sabzini? 3 mingdan, ha narxi. Sariq 2,5 ming so'm. Yangi kartoshkalar, aka-ukalar 15-may sanasi Yerqo'rg'on bozoriga 6,5 ming so'm mana oqlari, qizillari 7 ming so'm mana. Piyozlar bosib tayyorlangan, piyozlar narxlari so'raydi. Mana yangi kartoshkalar 6800 so'm, katta. Sifati zo'r mana. Bularga kelaverasiz Yerqo'rg'on bozoriga.
Hurmatli tomoshabinlar, aka-ukalar, yangi piyozda mana qaranglar. Sredniy o'rtachasi 800 so'm, 750 so'm bo'lib qopti mana. Eng zo'r kattalari 1000 so'mdan ekan. Piyoz qancha aka? Piyoz 1000 so'm ha? Erqo'rg'on bozori. Kartoshkachi sredniy. 4,5 ming so'm. Maydasimi deyman bu? Mayda 4,5 ming so'm. Bu qancha? 7 ming so'm. Oq kartoshkalar. Qizillar qanchadan? Bular 7,5 ming so'm mana. Kelaverasizlar Erqo'rg'on bozori ya. Kartoshkalar qancha bo'ldi aka, xormang? Kartoshka qancha aka? Assalomu alaykum. 7 ming so'mdan oq kartoshkalar. Bu rossiyskimi? Yo'qqa. Kelaverasizlar. Piyoz eskisi ham qancha qolmagan? Yangi piyoz qancha? 1000 so'mdan mana. Kelaverasizlar Qo'rg'on bozori.